Assalomu alaykum. Menga obuna bo'lganlar, podpiska bo'lganlar. Bu hafta bizni nimalar kutyapti? 23-apreldan 30-aprelgacha ko'ramiz. 23-apreldan 30-aprelgacha bizni nimalar kutyapti? Menga podpiska bo'lgan, obuna bo'lgan, meni videolarimni ko'rganlarning hammasini energiyasini oldim. Xudoy shifoli ochirim bo'lsin. Shifoli ochirim bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. 23 24 25 26 27 28 29 30. Tak. Yirmi üç. Şifoyi ochirim bo'lsin. 23-aprel kuni ozgina bir расход qilamiz.
Chunki rasxod qiladigan mana nalog masalandir shunaqa narsalarni to'lovlarni to'lashimiz kerak. Endi bu hammamizga anaqa. Agar oilali kishilar bo'lsa, uyda masalan uyni nalogi, shu narsalar to'lash kerak bo'ladigan naloglar, to'lanadigan naloglar anaqasi. Ozgina yetishmovchiliklar 23-aprel kuni oilaviy yetishmovchiliklardan siqilishlar. Agar biznesda bo'lsa, masalandir biznesda bo'lsa, ozgina biznesingiz 23-aprel kuni to'xtab turgani yo bir savdoda ishlasangiz, masalandir bozorda savdoda ishlasangiz to'xtab turgani 23-aprel kuni. Agar 23-aprel kuni ham uzoq safarga ishga ketadiganlar bo'lsa, ikkilanib turganingiz anaqasi bor bu yerda-da. Yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi safarim deb. Agar sevishganlar bo'lsa, sevishganlar uchun bo'lsa, 23-aprel kuni rosa qalbingiz og'rib, yolg'izlanib turibsiz. Tanlashni bilmayapsiz. Bu sevgi anaqa sevishganlar bo'lsa-da, sevgi haqida tanlashni nima qilmayapsiz-da endi. Yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, turmushga chiqayotganlar bo'lsa yo sovchi kelayotganlar, qizlar bo'lsa ham tegaymi, tegmaymi, 23-aprel kuni shunaqa narsalar bo'ladi. Shunaqa narsalar yashaysiz. Ozgina qalbingiz siqilib, yolg'izlik bo'lib, shunaqa holatlar 23-aprel kuni. Atak hech bir anaqa xunik yo bir strashniy narsa yo'q. 24-aprel kuni judayam chiroyli o'zingizga anaqa qilib olgansiz. 24-aprel kuni agar lotereya o'ynaydiganlar bo'lsa, lotereyada yo bir nimada yutuq bor. Menga podpiska bo'lganlarning orasida 24-aprel kuni nima bo'ladi? Siz uchun счастливый kun. Masalan, lotereya o'ynaydiganlar bo'lsa yo biror bir kasb egasi bo'lsangiz, siz uchun yaxshi kun. 24-aprel kuni hamma sohada, sevgi sohasida ham, oilaviy sohangizda ham, agarda ishxonada ishlaydigan, davlat ishida ishlaydiganlar bo'lsa, davlat ishidagilar ham oyligingiz ko'payadi. Sevgi oilada bo'lsa ham, masalan, uyga bir Alloh tarafidan mana Alloh rizq berdi deydi-yu, Alloh menga atabdi deydi, Allohdan kelgan bir ne'mat. Bu 24-aprel kuni. 24-aprel kuni juda ham hammamiz uchun yaxshi kun. Juda yaxshi kun. Chunki hali yuragi siqilganlar, mana 23-kuni siqilib, o'zingiz diqqat bo'layotganlar 24-aprel kuni masalan hamma yo'llarimiz ochiladi. Asnovoy mana bu yerda lotereya o'ynaydiganlar, masalan ishlaydiganlarga yo oyligi qo'shiladi, yo bo'lmasa pul anaqadan keladi, daromad keladi. 24-kuni daromadli kun. 24-kuni daromadli kun. 25-kuni. 25-kuni juda ham hammani e'tiborida bo'lasiz. Agar eringiz oilali odamlar bo'lsa, eringiz siz uchun juda ham shu kuni yaxshi sapshinalar, yaxshi uzoqda musofirda bo'lsa, xo'jayiningiz yo nimangiz, sevgilingiz 25-aprel kuni go'zal anaqalar sizga jo'natadi. Anaqa sapshinami, video viziflarmi, связь bo'ladi. Agar oilada, masalan, oilada bo'lsangiz ham sizga haligi juda ham yaxshi ish qilding deydi. Nima yaxshi ish, nima deb tushuntirsam ekan sizlarga. İşte bu mükafotlanadigan bu kuningiz ham shu kunni nimasi davomi mukofotlanasiz. Bu juda ham yaxshi. Qayerdadir nima bo'lmoqchi bo'lgan odamlar bu yerda masalan sevgilingiz bo'lsa yo gaplashadigan odamingiz bo'lsa, bu kuni o'sha odamni
sirini bilishingiz ham mumkin. Bu 25-kuni. Juda ham yaxshi. Hammani e'tiborida bo'ladigan kuningizda, e'tiborli kuningiz, hammani e'tiborida, hamma sizga vнимание anaqa qiladigan kun. 25-kuni. Juda ham yaxshi, Xudoga shukr. Hamma uchun xursandman. 26-kuni ozgina anaqa bo'lish, shamollash yo bir tasodifan bir ko'ngil xiralik bo'ladi. Bu 26-kuni. O'zingizni yo'qotmaslikka harakat qiling. Основной mashina haydaydigan odamlar 26-kuni menga podpiska bo'lganlar ichida mashina haydaydigan odamlar bo'lsa yo anaqa kasalmand odamlar bo'lsa 26-kuni ozgina e'tiborliroq bo'ling sog'ligingizga. Mashina haydaydigan insonlar ham e'tiborli bo'linglar. Juda ham e'tiborli bo'lib haydanglar, chunki ozgina ko'ngil xiraliklar yashashlaringiz mumkin 26-kuni. Agar sevishganlar bo'lsa ham, mana sevishganlar ozgina o'rtada kelishmovchilik, gap o'tishi, oilada ham shunaqa. Juda ham yaxshi kartalarimiz. 27-kuniga kelsak, juda ham zo'r. Juda zo'r, ko'z tegmasin. Rosa xursandman. Sizlarga ochib o'zim xursand bo'lyapman, chunki o'zimga ham anaqa qilamanda nima bo'lar ekan deb. Qutulish kuni. 26-kun qutulish kuni. Bu yerda agar oilali odamlar mana addini chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, masalan, qaynotangizdan addini chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, 26-kuni Xudo xohlasa addini uy anaqa qilasiz. Agar ish bo'yicha sud bo'yicha ishingiz bo'layotgan bo'lsa, u ishingiz ham hal bo'ladigan kuni, qutulish kuni, 26-kun qutulish kuni. Hamma narsadan qutulasiz, Xudo xolasa. Yo'lga safarga chiqayotganlar bo'lsa, bu yerda safarga chiqayotganlar bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi safaringiz. Ishga ketayotgan odamlar bo'lsa, masalan, musofirga ketayotgan odamlarning ham ishlari juda ham yaxshi bo'ladi. Yo'llari ochiq kun, 26-kuni. Oilada ham qutulish kuni. Masalan, qutulish deganda oilada bir yomon narsani o'ylamaylik. Masalan, addini chiqmoqchi bo'lsangiz yo uy olmoqchi bo'lsangiz, yaxshi takliflar bo'ladi 26-kuni. Agar sevgidan azob chekayotgan odamlar bo'lsa, bu yerda sevgidan azob chekayotgan bo'lsa yo bir aziyat yetayotgan bo'lsa, aziyat chekayotgan bo'lsangiz ham 26-kun qutulish kuni. Juda ham xursandman. Bu hafta juda yaxshi nimalar. 27-kuni основной ayol kishilarga tegishli. Ayol, menga obuna bo'lganlar ayollar ichida o'zingizga juda ham anaqa bo'lmang, kibrlanmang. Chunki kibr insonni nimaga halokatga nima qiladi-da? Kibr insonni halokatga olib boradi. Iloji bo'yicha anaqa kamtar bo'lishga harakat qiling. Oilada ham, biror joyda ishlasangiz ham, основной manaqa maxsus nimalarda ishlaydigan ayollarga tegishli kibrga hech qachon yo'l qo'ymang. Opa-singlingizni o'rtasida bo'lsa ham 27-kuni. Chunki kibr insonni halokatga yo'liqtiradi. Chunki oldingizdagi yaxshi narsani ko'rmaysiz. Kibringizga anaqa bo'libdi. Shuning uchun 27-kuni kibrga emas, qalbingizni go'zal tuyg'ularga harakat qiling. Чтобы sizni yaxshilik sari yetaklasin. Men juda zo'rman, men juda ishbilarmonman, men juda ideal ayolman yo bir ideal qizman, men juda ketib o'rganman qizman deb o'zingizga ishonmang. Chunki kamtar bo'ling, kamtarlik sizga ko'p narsani olib keladi 27-kuni. Da, to'g'ri. 23, 24, 25, 26, 27, 28-kuni. Adashibman o'zi 28-kuni. 28-kuni kamtar bo'lishga harakat qilaylik. 29-kuni rosa adashaman. 29-kuni
29-kuni oilaviy insonlarga aytadigan gapim, kuchli bo'ling. Ayol kishilarga, erkak bo'lsangiz, ayol bo'lsangiz ham kuchli bo'lishga harakat qiling. Sizga kelayotgan har xil, siz uchun kelayotgan har xil yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, kuchli bo'lishga harakat qiling 29-kuni. Chunki kuchli bo'lmasangiz, dushmanlaringiz sizni rosa anaqa qilishga, ezishga harakat qiladi. Shuning uchun 29-kuni dushmanlaringizga qarshi, hammani dushmani bo'ladi hayotda. 29-kuni dushmanlaringizga nisbatan juda kuchli bo'ling. Kuchli bo'lishga majbursiz. Erkak bo'lsangiz ham kuchli bo'ling, ayol bo'lsangiz ham kuchli bo'ling 29-kuni. Buni nimasi? 29-kuni erkaklar bo'lsa, erkaklar ayollardan aziyat chekmaslikka, ayollardan azob yemaslikka, ayollar ko'rayotgan bo'lsa, erkakdan azob. Erkak deganda masalan ash kuni ne только bu eringiz, sevgilingiz yo'q, bu otangiz, otangiz masalandir, dadangiz, akangiz, ukangiz bo'lishi mumkin-da. Masalan, erkak jins bilan ayol jinsning o'rtasidagi shunaqa kelishmovchilik kun bo'ladi 29-aprel kuni. Masalan, o'g'lingiz bilan основной o'g'li farzandi bolalar 29-kuni, onalar ayniqsa kuchli bo'lishga harakat qiling, чтобы farzandingizga nisbatan noto'g'ri fikr yo noto'g'ri o'yda bo'lmang. Chunki farzandingizga nisbatan bunaqa o'yda bo'lsangiz yo har xil narsalarga aralashsangiz ko'ngilxiralik bo'lishi mumkin. Shuning uchun aql bilan, kuch bilan ish qiling 29-kuni. 30-kuni 30-aprel 30-aprelda qulog'ingiz mana shunaqa bitgan, hech nimani eshitmaysiz, eshitmang, eshitish kerak emas. Hamma dushmanlarga qarshi tayyor turing. Hamisha meni qartalarim ketma-ket gapiradi. Mana bunda onalarga aytgandim-ku, anaqa qarama qarshi anaqa bo'ling. 29-kuni, bu 30-kuni qulog'ingiz mana shunaqa bitsin. Hech qanaqa g'iybat bo'lar bo'lmas g'iybatlarga quloq solmang. Oilaviy ichidagi ham bo'lar bo'lmas narsalarga nima bo'lib, sog'ligingizga zarar olib kelmang. Sog'ligingiz zararlanmasin, azob chekmang. Kerak emas. Hammamiz ham bir kuni bu dunyoni tark etamiz. Shuning uchun sog'ligingizga e'tibor eting. Bo'lar bo'lmas основной inson nimadan o'ladi? Gapdan o'ladi. 30-aprel kuni hech qachon o'zingizga, sog'ligingizga zarar beradigan, bu общий hamma uchun 30-aprel kuni, yo ayol uchun yo erkak uchun, sevishganlar uchun emas, hammaga 30-aprel kuni bo'lar bo'lmas g'iybatlarga quloq solmang. Kerak emas. Eshitmang, ahamiyat qilmang. Chunki siz o'zingizni biling, bo'ladi, boshqasi yetadi. Agar sizga dushman 30-kuni dushmanlaringiz sizga har taraflama gap so'zlar olib kelsa, ahamiyat qilmang. Hamisha aqlli bo'lishga harakat qiling. Aqlli bo'lsangiz ko'p narsaga erishasiz. O'z bilimingizga, o'z kuchingizga. Mana yana bir narsani aytib o'tishim kerak. 30-aprel kuni birovga quloq solmang, o'zingizni aqlingizga quloq soling. Ayol bo'lasizmi, erkak bo'lasizmi, oilada ham, ish jarayoningizda ham, sevgida ham o'zingizni hissingizga, o'zingizni ilmingizga, o'zingizni aqlingizga quloq soling. Chunki har bir insonning qalbi eng buyuk odil hakam. Shuning uchun o'zingizga ko'proq quloq soling, qalbingizga quloq soling. Bu 30-aprel kuni. 23-apreldan 30-aprelgacha juda ham yaxshi bo'ldi hammamiz uchun. Iloho hammaga shifoli ochirim bo'lsin. Kimnidir menga kommentariyada yozibdi ekan, o'g'lim kelsin deb. Xudo xolasa mana shu hafta o'g'lingizdan, Xudo xohlasa, bitta opa yozgan ekanlar,
o'g'lingizdan Xudo xohlasa bu hafta yaxshi gap nimalar eshitasiz, xabar eshitasiz. Endi bizga kalom nima deyarkanlar? Qani 23-apreldan 30-aprelgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Yigirma 23-apreldan 30-aprelgacha kitobimiz aytyaptiki, zarardan ehtiyot bo'lgin. Zarardan degani har bir keladigan ofatlardan ehtiyot bo'lgin deyapti. Alloh taolo senga deyapti, rahmat eshigini, yaxshilik eshigini ochgan payti deyapti. Bu hammamiz uchun zarardan ehtiyot bo'lgin degani bo'lar bo'lmas zararlardan Allohni o'zi saqlasin. Alloh mana shu muborak anaqalarda Xudoyim hammamizga yaxshilik ato etsin. Yaxshilikni anaqasidamiz. Allohim aytayaptiki, barokat eshigi sizlar uchun ochildi deyapti. Agar kimdir siqilayotgan bo'lsa, yo'qchilikdan siqilayotgan bo'lsa, uy ola olmay siqilayotgan bo'lsa, yo bir anaqa ishlari bitmayotgan odamlar bo'lsa ham sabr etginki deyapti. Allohimni o'z vaqti bor deyapti. Sabr et, Allohni o'z vaqti keladi deyapti. Ko'proq menga obunachi bo'lganlari ichida agar kimdir endi anaqa qilib aytib o'tay, bu kitob aytayotgan gapi namoz o'qiy, ko'p zikr aytgin deyapti-da. Bu yerda ko'p namoz o'qib, ko'p zikr aytgin deyapti. Zikr aytsang bu senga foyda bo'ladi, balo qazodan, ofatdan uzoq bo'lasan deyapti. Yana shu gapni aytishim mumkinki, kimnidir ota-onasi o'tib ketgan bo'lsa, u dunyoga rahmatli bo'lib, ota-onangiz ustiga ziyorat qilgani boring. Yo bir yaqin atrofingizda qanaqadir avliyolar qabri bo'lsa, asha ispis chiqarib, yaxshi anaqa muborak kunlari ispis chiqarib yuboring deyapti. Inshaalloh buni yaxshi natijasi bo'ladi deyapti. Bu hafta 23-apreldan 30-aprelgacha kitobimiz shu gap olib nimasi aytayaptiki, kitob aytayaptiki, ota-onangni ustiga borib ziyorat qilgin, yo manaqa joylarga ziyorat qilgin, namozni, kimdir namozini tashlagan bo'lsa, namozingni o'qigin deyapti. Ilohim hammaga shifoli ochirim bo'lsin. Kimdir namozini to'xtatgan bo'lsa, namozini o'qisin, zikr ko'proq aytgin deyapti. Nima niyat qilib, nima qilayotgan bo'lsang, zikrni ko'proq qilgin deyapti. Bu bizga kitobimiz bergan anaqa. Yana menga aytishibdiki, kommentariya yozganda to'g'ri gapirgin, gapirishni o'rgangin debdilar. Endi atvet qilishni xohlamagandim. Lekin men hayotda judayam rosa yaxshi gapiraman. Bu karta ko'rishda bu yerda hozir 5000 ta odam bor-da, 5000 ta odamning energiyasi bor. Men masalandir o'zimni hech qanaqa bir nima hisoblamayman. Avvalo Allohdan bu ilm meni onamni onasidan qolgan. Bu yo'lga, bu narsaga, bu joyga kelgunimcha qancha azoblar, qancha tashvishlar, yaxshi yomon kunlar meni boshimdan o'tgan. Shuning uchun iltimos qilaman sizlardan. To'g'ri, e'tiborlaringiz uchun avvalo boshlab Alloh rozi bo'lsin, katta rahmat. Men xafa emasman, lekin men prosta aytib qo'yapmanki, men hayotda judayam zo'r gapiraman, judayam yaxshi gapiraman hayotda-da. Unaqa tutliqib anaqa qilib olmang. Lekin men bu yerda qo'shiq aytganda qilib yodlab, qo'shiq aytganda qilib ochsam, u
masalan menimcha men mana hozir shunday olyapman, shunday tashlaymanda. O'zimdan oldidan tayyorlanib, nima qilib ochmayman. Menga podpiska bo'lganlar, obuna bo'lganlar, Allohim barcha ishlaringizni o'zlari oson etsin. Alloh hammamiz men bir sababchi, bir anaqa qilguvchi, men bir xohlasangiz ko'ring, xohlamasangiz ko'rmang, o'zingiz bilasiz. Hamma narsaga Alloh hammamizni ko'rib turibdi. Sog' bo'linglar.